Munofiqlar musulmonlarning askar safida jangga kirib qolsa, bularning tunji izlaydigini jangdan qochish. Tunji izlaydigini yushirinadigan o'rin izlash. Hech kim ko'maydigan ya izlash. Alloh subhanahu va taolo bularni sifatlab law yajiduna malja'an aw magharat aw mudkhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun. Munofiqlar bir o'rin panogoh topa olsa, g'ordan birini topa olsa, kirib oladigan yer topa olsa, eshakka kirib oldi. Munofiqning ahvoli bu. Jamiyatda bir ishda davolga o'xshab qolsa, buning tunji qitim qildigan ishi panoh izlash o'ziga. Qanday shaklda bo'lsin, bir panoh izlash. Nimishqa? Chunki bular kasal qalb egilari bular. Hech narsaga kuch yetmaydi bularningki. Bu qalblarning kesili ma qalblarni har shaydan qochib, har shaydan yushiringan qilib qo'ygan. Kaşki mesele bu yerda to'xtasa bir qadar yaxshi bo'ldi. Ya'ni bularning ahvoli buni bilan tugisa, bular uchun baxtli, bular uchun yaxshiti. Afsus, bularni oxiratda kutib turayotgani, va dunyodagi kasal qalbidagi azoblangan azobdan boshqa oxiratda dardlik azob bilan saqlab turadi. Dunyodagi bu bir xil iztirobat turmushdan boshqa oxiratda dardlik azob bilan saqlayotdi. Ya'ni bular Allohga, Allohning rasuliga yolg'on aytganlik sababli oxiratda bularni kafirning azobidan qattiq azob saqlab turdi bularni. Alloh subhanahu va taolo deydi: "Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar." Munofiqlar do'zaxning eng to'ng qatlamlarida bo'ladi. Hatto kafirdan qattiq azoblanadi bular.